Sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Keldingmi Ozo? Seni kutayotgandim. Bering bolani. Bering. Voy opajon, nimaga vaqtliroq aytmadingiz? Yomon shamollabsiz-ku. Yuring, doktorga boramiz. Sig'ingiz baland, opa. Ozoda, oddiy shamollash deb yuraveribman. Shamollash o'pkamga o'tibdi. Pnevmoniya deyishdi. Nafas ololmayapman. Menga bir nima bo'lsa, bolamni tashlab qo'yma. Opa, unaqa demang. Pochchangdan yolg'iz yodgorlik. Unga o'zing qara. Opa, iltimos meni qo'rqitmang. Bolangiz o'zingizga buyursin. Hozir sizga tez yordam chaqiraman. O'zi aytgan edim, shu zax hovlida qolmaylik deb. Sizga qancha yalindim, ketmadingiz. Opa? Opa, yaxshimisiz? Hozir tez yordam chaqiraman. Opajon, pochchamga kuyib, o'zingizga qarolmadingiz. Ozo, bu uyda ovqat yeymizmi, bugun yemaymizmi? Hozir dadasi bolani uxlatayotgandim. Shu bolani dahmaza qilib, nega ko'tarib kelding o'zi? O'zimizda bolalar kammi, Ozo? O'zimizda bolalar ham hali kichkina bo'lsa, buni qanaqa beblaysan, shuni o'ylamadingmi? Dadasi, unaqa demang. Bechora jiyanim nimaga dahmaza bo'lar ekan? Opamni bitta singlisi bo'lganidan keyin menga tashlab ketadilar-da. Nimaga bittasan bo'lasan? Mana qo'sha ammalari bor. Nega ammalariga bermaysan? Boqvosin mana jigari-ku ularni ham. Ukasidan yodgori. Yo'q, ularga xarajat chiqsa, hammasi o'zini olib qochadi. Faqat sen xuddi meni pulim oshib-toshib yotganday sen yugurib olib kelaverasan. Agar ammalari olib ketganida boshida olib ketishardi. Menga qara. Bu bola menga yoqmayapti. Menga shu ikkita bolam yetadi. Ozoda, meni gapim gap. Ammalaring birortasi bilan gaplashasan, bolani ammalariga beraverasan. Men bu bolani kafilni olmaganman. Keyin senga yana bitta gap. Yetim qo'zi asrasang deydi. Ketyapsizmi dadasi? Amin. Menga qara onasi. Senga oxirgi marta meni yaxshilik bilan tushuntiryapman. Men ishdan kelgunimcha jiyaning ishini hal qilgin. Bugunoq ammalari bilan gaplashgin. Men bu bolani boqmayman. Alo, assalomu alaykum. Shahnoz opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ozodaxon, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Haligi yodgor masalasida qo'ng'iroq qilgandim. Tinchlikmi? Yodgorjonga nima bo'ldi? Yo'q, xavotir olmang. Yodgor yaxshi.
Faqat biz bilan yashashiga erim qarshilik qilyaptilar. Shunga ozroq siz bilan yashab tursa degandim, opa. Voy, Ozodaxon, men-ku jon deb olib ketardim. Lekin bu yoqda o'zimda ham 4 ta bolam bor. Uni ustiga erim hech qayoqda ishlamaydi. Yodgorjon biz bilan yashasa qiynalib qoladi. Mayli, xo'p. Sizni tushundim. Alo. Assalomu alaykum, Zahra opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim bu? Men rahmatli Oyshaning singlisi, Ozodaman. Ha, Ozoda. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Haligi opa, Yodgor siznikida yashab tursa bo'ladimi deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Biznikida biroz sharoit bo'lmayotgandi. Xo'jayinim qarshilik qilyaptilar. Yo'q, afsuski bizning ham sharoitimiz yo'q. O'zi yaqinda chetga ketyapmiz. Bilet ham olib qo'ydik. Yodgorni hozir olib keta olmayman, Ozodaxon. Ha, mayli, xo'p. Menga qara. Shu bolani dastidan tinchlik bormi, yo'qmi o'zi? Men ko'chada ishlab uyga dam olishga kelaman-da, lekin uyda ham tinchlik yo'q. Kichkinada oyisini sog'inyapti. Dadasi, siz ham sal felingizni kengroq qiling. Menga qara. Menga aql o'rgatmagin. Bu asabni tugatadi bu bola. Nimaga ammalariga bermading o'zi? Axir sizga tushuntirdim-ku, ikkita ammasini ham bola boqishga sharoiti yo'q ekan deb. Nima menda sharoit bormikin? Meni ham onasi yetim boqaman deb ko'zim uchib turgan joyi yo'q. Gap tamom. Ammalariga berasanmi, yetimxonaga berasanmi, bu seni muammoing. Meni ko'zimdan yo'qotma bo'ladi. Ozodaxon? Ozodaxon? Voy, Ha, xola. yaxshimisiz? Yaxshi Assalomu o'tiribsizlarmi? Yaxshimisiz? Bu yoshlar nima bo'ldi? Bu nega yig'iladi bu Yodgorjon? Qalaysan bolam? Yaxshimisiz? Ozodaxon, mana bilasiz-ku, kelinim yaqinda chaqaloqli bo'lgandi. Qudalarim qorda olib kelishgan ekan. Men sizga ham ilindim, og'zingiz tegsin deb. Bolalar bilan mazza qilib o'tirib yeb olasizlar, xo'pmi? Rahmat, nima qilasiz ovora bo'lib? Voy, ne ovora bo'laman, ilindimda qo'shnijon. Nima bo'ldi? Nega xafasiz? Yig'ladingizmi? Voy, asalim, bo'ldi, bo'ldi, jonim. Qancha tushuntirdim. Lekin ammalariga bervor, bo'lmasa yetimxonaga bervor deb aytdilar. Yo'q, Opam omonatini qanaqa qilib bervoraman, xola? Kimga beraman? Ertaga u dunyoda opamga nima deb javob beraman? Ha, xola. O'zim ham qiynalib ketdim, lekin bolada nima ayb? albatta bolada ayb yo'q, begunohki bola. Bu sho'rlik ham otasini, onasini yo'qotdi. Ozodaxon, bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Iltimos, ko'nglingizga olmang. Keling, shu shiringina bolasini meni qizimga bering. Iltimos sizdan. Bilasiz-ku, meni qizim 8 yildan beri tirnoqqa zor bo'lib o'tyapti. Lekinchi shu bolaga mehr berib katta qiladi. Menga ishoning. Bering meni qizimga. Xola, hozir boshqa oilaga bolani berib yuborsam, ertaga u dunyoda opamga nima deb javob beraman? Endi shunaqa o'zingiz ham qiynalib, bolani ham qiynagandan ko'ra bolaga zorlarga bersangiz yaxshi emasmi? Bera qoling. Bilasiz-ku, meni qizim o'zi shifokor. Mana hozir ilmiy ishini qilyapti. Eri ham yaxshi odam.
bu bolanichi ular boshida ko'tarishib katta qilishadi. Meni gapimni yaxshilab bir o'ylab ko'ring Ozodaxon. Yaxshi bo'ladi, menga ishoning. Voy, bolani shirinligini qarang, oyi. Voy, asali. Ana, o'yinchoqlari bor ekan. Voy, buncha asal bu. Buncha shirin. Yeyishim. Ha? Yodgorbek, Yodgorbek, qalaysiz asalim mana. Biz siz oldingizga kirdik mana. shirinligini qarang, oyi. Voy, ana, voy. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz, Ozodaxon? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi? Men qizimga Yodgorjon haqida gapirgandim. Qo'yarda qo'yma oyijon yuring kirib ko'rib chiqaylik dedi. Shunga chiqaverdik Ozodaxon. Lekin xola, jiyanimni birovga berib olmayman. Men birovmasman-ku, Ozodaxon. Iltimos, bolani menga bering. Xo'pmi? So'z beraman. Kam-ko'zsiz katta qilaman. Hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Jiyaningizga bir ko'rishdayoq mehrim tushdi. Shu bolani menga bering, iltimos sizdan. Oymaydilar. Xo'jayiningiz qarshilik qilayotgan ekanlar. Bolani qiynama, iltimos. Men bolaga zorman, maylimi? Rahmat sizga. Ozodaxon qarang, bularni qarang. Bir ko'rishdayoq til topishib oldi. Oyichi, Bola ham uni yaxshi ko'rib qoldi. Onasiga o'xshatyapti shekilli, bechora bola. Mehri tushdi-da, mana ko'rdingizmi? Yo'q demang. Ozodaxon, qizim juda ham yaxshi qaraydi. Ana, ko'rdingizmi bularning turishini? Opajon, meni kechiring. Shunday qilishga majburman. Iye, Ozodaxon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, xola? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ozodaxon, charchamay yaxshi yuribsizmi? Ha, haligi Yodgorjon yaxshimi? Ozodaxon, rahmat. Yodgorjon juda ham yaxshi. Hech ham xotiriga o'rin yo'q. Ancha o'rganib qoldi. Ha, qizimchi unga juda ham yaxshi qarayapti. Hujjatlarni ham tayyorlab qo'ydi. Meni so'rab yig'lamayaptimikin? Bilasiz-ku, Shamdam uni yer ko'kka ham ishonmaydi. Juda ham yaxshi qarayapti. Siz sira ham buni o'ylamang. Ozodaxon, siz meni yaxshi bilasiz-ku. Qizim ham xuddi menga o'xshab bolajon bo'ldi. Bolalarni juda ham yaxshi ko'radi. Xotir olmasangiz ham bo'ladi. Mayli, biznikiga chiqing, xo'pmi? Mayli, sog' bo'ling. Mayli, xola. Xo'p, bo'pti Ozodaxon. Opamga bergan va'dam bajarolmadim.